Nasib qilmaydi. Muzaffar Buxoroning faxri. Клуб Амир Тимур из Узбекистана. Приветствуйте, Мусафар Радшова! Yoshlarga gapim bor edi. Yoshlar bizga payti ana bugun 40 yoshga kirdim, Xudoga shukr. Bizga payti bunaqa sharoit yo'q edi. Men o'zim 20 yil urushib kelibman, 20 yil. 6 ta samolyot uchib ketar edim. Buxoro, Toshkent, Moskva, Yevropa borib kelar edim, bitta davlatimiz bayrog'ini ko'tarib ishim. Ana bugun shunaqa sharoit, shunaqa kunga kelayotgan paytga shunaqa sharoit. Shuncha sharoit qilib bergan shunaqa go'zal davlatimizga, prezidentimizga katta rahmat aytaman. Rahmat ammalaringizga. Yoshlar va o'smirlar o'rtasida O'zbekiston aralash jang jami 266 nafar sportchilar ishtirok etishdi. Musobaqa yakunida o'z vazn toifalarida san'at assotsiatsiyasining viloyat bo'linmasi sportchilari va murabbiy tashkil etish, zarur jihozlar bilan ta'minlash hamda yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarziga jalb etish masalalari muhokama etildi. O'zbekistonda yangi tarixlar bo'libdi. Hamma xursand bo'ldi. Shu oxirgi bo'ygacha hamma xursand bo'lib ko'rdi. Muzaffar Радшова! Междуречье издревна ты сверкала, как звезда, ярким маяком земли ты осталась навсегда. Древний Рим и Вавилон, ровесники с тобой, колыбельную тебе напевал по мир седой. Сединой озарена, ты на счастье нам дана, златоглавая моя Бухара. Золотые минареты, голубые купола, о, волшебница моя Бухара. Birgalikda Milliy gvardiya Xo'jalik federatsiyasi mana shu spetsnazga o'xshab doimo hushyor bo'lib, sergak bo'lib
ularga bolalarni tarbiyalashga ham hech qachon charchamaydi. Katta hissa qo'shyapti. Hamma mana shu turgan murabbiylar mudofaa ham qaror bo'yicha hamma ishda yaxshi ko'radi, keladi, shug'ullanadi. Oxiri bo'lmasin, bolalaringiz ham vatanni himoyachi qilib hammani tarbiyalab o'tyapsiz. Amma charchagan annasiga qo'yib bilaman bo'ldi. And coach of